ish bor jigarlar. Smenasi 8000 9000 rublgacha. Bu degani o'zbek so'miga 12 million so'm. Undan tashqari yotog'i, yeb ichar hamma narsani beradi deb video qo'yayotgan akalarimizga menimcha bu ish yo'q. Ko'pchilik akalar jigarlar mana shunaqa gaplarga ishonib qolmanglar. Bu maksimal darajada yolg'onni ishlatilgan. Ya'niki bizda ish bor jigarlar. Diqqat bilan eshitinglar. Bu 8000 9000 so'm kuniga beradigan bo'lsa, rublda. Bilmadim, hamma o'sha joyda ishlashi kerak. Bu yolg'on ishlatilgan bu narsada. Sizlar ishonishinglarni xohlamasdim. Bizda ish bor. Biz to'g'risini aytamiz. Ya'niki ish bor, yotoq, registratsiya borib kelish, forma, trudovor, udimleni, 2 mahal ovqat hammasi bepul. Bu 100% aniq va undan tashqari oyligi ham smenasiga 4000 rubldan 5000 rublgacha. Bu realni bornar. Ya'niki kuniga 600 ming so'mdan 700 ming 800 ming so'mgacha ishlab topish imkoniyatiga egasizlar jigarlar. Bu haqiqatga yaqin rost ish bor jigarlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga hozir batafsil tushuntirib o'taman. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, trudovой договор, uydimleni, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega. Bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli. Avvalambor assalomu alaykum, Suhurda Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz. Hammalarga xayrli kun jigarlar. Bizda bilasizlar, Rossiyaning hamma territoriyasi bo'yicha ishdan zo'rni chiqaramiz va mana hozir hamki Moskovskiy oblastdan ishi zo'ri bor. Smenalik, bezabyom, soatbay yoziladi. Ya'niki yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, trudovor, udimleni mutlaqo bepul, 2 mahal ovqat ham kompaniya hisobidan tekin beriladi. Oyligi bir oyda 3 marta beriladi. Bu ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast gorod Podolskda joylashgan jigarlar. Katta bir kulinarniy fabrikaga, oziq-ovqat tayyorlaydigan katta fabrika. Bu yerga power yordamchisi, upakovщик, sortirovщик, xullas hamma vakansiya bor. 18 yoshdan 50 yoshgacha erkak, ayol, o'g'il, qiz hammani ishga qabul qiladi. Yotoq joylarda sharoitlar xudo xolasa zo'r, ruskiy firma. Bu ishga sizdan talab qilinadigan narsa Moskva yoki Moskovskiy oblast patent bo'lishi shart. Dokumentsiz qabul qilmaydi, faqat dokumenti borlarni qabul qiladi. Oyligi ham hamma joyda 2 marta bo'lsa, bir oyda bu yerda 3 marta oylik beriladi. Pulidan muammo yo'q, soatbay yoziladi. Soatiga 300 rubldan 350 rubldan 450 500 rublgacha soatbay yoziladi. Xullas, ishi zo'ri. Bu ish nima ishda? Ish haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun pastda kommentariyada birinchi silkada kanalimizni, Telegram kanalimizni ulab qo'yganman. Bu o'sha joyda bu videoni zo'r davomi bor. Ya'niki nima ish qilish kerak o'sha joyda, erkaklar nima ish qilyapti, ayollar nima ish qilyapti. Hamma ishni o'sha Telegram kanalimga joylab qo'yganman. O'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana pastda raqamlar turibdi. Kimga shu ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa, srochno aloqaga chiqinglar. Bosadigan joyi keldi jigarlar. Va hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka-opa singillarimiz diqqatiga, kimga ishonchli gransiya xizmati kerak bo'lgan bo'lsa, bizda yangiliklar zo'r bor. Biz o'zimiz sizlar uchun, musofirlar uchun ishonchli mashinalarimizni qo'ydik. Endi har kunlik reyslarimiz bor. Moskva, Moskovskiy oblast hududidagi barcha o'shimiz musofir, o'zbek, tojik, qirg'iz bo'lishidan qat'iy gransiyaga chiqishingiz kerakmi? Bo'ldi, mana ikkita nomer qo'yaman. Sherzod akamiz o'zimizning mashina 100% ishonchli, aytgan narxda borib, aytgan narxda olib keladi. Dokumentingizda liboy muammo bo'lsa, hammasini 100% yechib berishadi va eson-omon olib borib kelishadi. Xullas, mana shu ikkita nomerni o'zingiz uchun saqlanib qo'yinglar. Qachonki gransiyaga chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, shu nomerlarga Sherzod akamizga srochno Telegram, WhatsApp promoy nomeridan aloqaga chiqaverasiz. Mana jigarlar, nima ish qilish kerak u yerda? Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, men batafsil mana shu videoda ko'rsatib o'tilgan va mana shu akalarimiz va opalarimizga o'xshab mana shunaqa ovqat, tayyor ovqat mahsulotlarini upakovka, sortirovka, shunaqa stikerlar yopishtirish, mana shunaqa ishlar bilan albatta sizlar ham shug'ullanasizlar. Bu ko'rib turganingizdek juda ham yengil va yaxshi ish. Puliga ham arziydi. Bu yerdagi ustalar ham juda ham zo'r qilib berishyapti. Bizdan juda ham ko'pchilik odamlar, yuzlab odamlar ishlayapti. Bemalol sizlar ham borib ishlasanglar bo'ladi. Yaxshisi mana videoni o'zingizlar ko'ringlar. Yoqsa, ish yoqsa, mana ekranda nomerlarni qo'yib qo'ydim. O'zingizlar aloqaga chiqib, bo'sh joylar bo'lsa, sirazi bo'sh joylarni o'zingizlar borib to'ldirsanglar bo'ladi. Hozir bizga yana ishchilar kerak Zuhriddin deyapti. Nechta odam bo'lsa, qaytingizlar, hammani ishga qabul qilamiz. Aynan mana shu vakansiyalarga, o'sha upakovka, sortirovka shunaqa ishlar jigarlar. Xullas, ish juda ham yengil. Kelib o'zingizlar yaxshisi ko'ringlar. Mana shunaqa ishlarni bahosini kommentariyada keyin berib o'tasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib, yoqsa nomerlarga aloqaga chiqib, joyiz aniq qilsanglar bo'ladi.